Assalomu alaykum. 20-26 iyul haftasi davomida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan dayjestimizni boshlaymiz. O'tgan hafta yakuniy natija e'lon qilindi, ya'ni TBC banki O'zbekistondagi OLX platformasining nazorat paketini sotib olganligini e'lon qilindi. O'zi bu jarayon deyarli 1 yil davom etdi. 1 yil oldin boshlang'ich, ya'ni намерение deyiladi, shu narsa e'lon qilingandi va men tushunishim bo'yicha o'sha davlat tashkilotlarining ruxsatnomasi chiqishini va o'sha regulatorlar ushbu сделкаga ruxsat berishi kutildi va o'sha o'tgan haftada yakuniy ushbu kelishuv e'lon qilindi. Bundan buyog'iga endi OLX platformasi TBC bankining nazoratiga o'tdi. O'tgan hafta Toshkent-Samarqand pullik yo'lini quruvchi pudratchi kompaniya nomi e'lon qilindi. Ya'ni Xitoyning Kabek kompaniyasi 2,18 milliard dollar evaziga Toshkent-Samarqand pullik yo'lini qurishini e'lon qilindi. Ushbu summaning 85% xalqaro kreditlar evaziga, qolgan 15% esa O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladigan bo'ldi. O'zi pullik yo'llarning qurilishi odatda iqtisodiyotning rivojlanishiga olib keladi. Sababi pullik yo'llar qurilgandan keyin ushbu yo'llarning sifati yaxshilanadi. Ushbu yo'llarning orasidagi bo'ladigan avtomobillarning harakat tezligi oshadi va yo'l qisqa vaqtni egallaydi. Bu esa tovar-oborotning oshishiga olib keladi. Umuman o'zi Toshkent-Samarqand pullik yo'lining qurilishi bu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston xalqaro transport koridorining asosiy qismi sifatida ko'rilyapti va bu menimcha to'laqonli xalqaro savdoning oshishiga ham olib kelishi kerak. Samsung AQShda o'zining Galaxy Card deb nomlangan kredit kartalarini chiqarishini e'lon qildi. Endi Samsung kompaniyasi Barclays banki bilan va Visa bilan hamkorlikda o'zining o'sha Galaxy kartlarini joriy qildi. Bu o'sha oddiy kredit karta sifatida ishlatiladi va uni Samsung telefonlaridagi walletga, ya'ni o'sha kошелёкка qo'shgan holatda Samsung Pay orqali Samsung do'konlaridan cashback olish imkoniyati paydo bo'ladi. Samsung ekotizimi ichidagi to'lovlar uchun ham cashback olgan holatda ishlatish imkoniyatini paydo qildi. Endi mutaxassislarning fikricha bu albatta o'sha Apple Cardga bir konkurent sifatida chiqarilgan bir to'lov tizimi sifatida baholanyapti va o'zi umuman bugungi kunda g'arb bozoriga qaraydigan bo'lsak, yirik kompaniyalar ma'lum bir tovarlarni ishlab chiqarish orqali emas, balkida o'sha mijozlarni o'zlarining ekotizimiga jalb qilgan holatda qo'shimcha foyda olishni harakat qilayotganliklarini ko'rishimiz mumkin. Apple ham, Samsung ham, Google ham aynan mana shu yo'l orqali ko'proq foyda olishga harakat qilayotganligini vaqt ko'rsatyapti. Nestle kompaniyasi o'zining mahsulotlaridagi tarkibni ko'rsatayotgan paytda endilikda tushunarsiz o'sha ilmiy so'zlardan voz kechib, oddiy odamlar tushunadigan sodda nomlarga o'tishga harakat qilyapti. Shu maqsadda AQSh hukumatidan o'zlarining o'sha oziq-ovqat mahsulotlaridagi terminlarni o'zgartirish ruxsatini so'rab chiqdi. Misol uchun askorbin kislotasi o'rniga vitamin C yokida beta karotin o'rniga A vitamini deb shunga o'xshagan odamlar uchun tushunarli bo'lgan so'zlarni ishlatish bir tashabbusi bilan chiqdi. Menimcha bu juda ham yaxshi bir ham marketing yo'li hamda odamlar uchun bir foydali ko'rsatkich deb hisoblasak bo'ladi. Sababi o'sha tarkibni o'qiyotganimizda juda ham ko'p tushunarsiz so'zlarga barchamiz har kuni ko'ramiz va bu biron bir qiyinchiliklarni chiqarishi mumkin. DAF kompaniyasi erkaklarning emotsiyalariga bag'ishlangan g'amxo'rlik portretlari deb nomlangan yangi fotokompaniyani e'lon qildi. Ushbu fotokompaniya orqali AQShda, Buyuk Britaniya, Ispaniya va Braziliyadagi tashqi reklama vositalaridan foydalangan holatda e'lon qilishgan. Ularning asosiy ushbu reklama kompaniyasidan maqsadi erkaklar ham hissiyotlarga berilishini jamiyatda normal holat deb qabul qilinishini targ'ib qilish maqsadida DAF kompaniyasi ushbu o'zining reklama kompaniyasini e'lon qilgan. Menimcha juda ham bir qiziq kompaniya bo'lgan. Ispaniyaning jahon chempionatidagi g'olibligiga bag'ishlab turli xildagi kompaniyalar o'zlarining har xil munosabatlarini bildirishdi. Ularni birma-bir e'lon qilib ko'rsatib ketamiz va aytib o'tadigan bo'lsam, misol uchun Under Armour kompaniyasi juda ham bir situatsiyadan ajoyib foydalandi. Biz ko'rdik jahon chempionati vaqtida turli kompaniyalarning butsalari, endi birinchi navbatda Adidas va Nike kompaniyalarining butsalari aynan o'sha pushti rangda bo'ldi va
pushtirang moda ekanligini ko'rsatishdi, lekin aynan finalda hal qiluvchi golni urgan Ferran Torresning butsasi birinchidan Under Armour tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lgan va Under Armour ushbu situatsiyadan foydalangan holatda ushbu o'sha futbolchini tabriklab, aynan ularning butsalari tomonidan o'sha g'olib gol urildi degan bir situatsion reklama kampaniyasini e'lon qildi. Bu menimcha juda ham nuqtasiga urish bo'ldi. Undan tashqari Google qidiruv tizimi endi odatdagidek ushbu deyarli barcha hodisalarga o'zlarining o'sha doodle'lar orqali ko'rinish berishadi. Ya'ni o'sha ispancha uslubdagi yer ko'rinishida maxsus doodle'ni e'lon qilishdi. KitKat bo'lsa o'sha o'yindan keyingi bo'lgan bir g'alayon janjalni ko'rsatgan holatda tanaffus qiling shiorini yana bir bor eslatib ketdi va shunga o'xshash o'sha boshqa kompaniyalar ham o'zlarining har xil reklama faolliklarini ko'rsatishdi. All of my friends were there. Not just my friends, but their best friends too. Samsung kompaniyasi yangi chiqadigan O'rgimchak odam filmi orqali o'zining yangi Galaxy gadjetlarini reklamalarini qilib o'tyapti. Ya'ni Samsung kompaniyasi Sony Pictures bilan birgalikda o'sha bugungi kunda mana shu yaqin kunlarda chiqadigan yangi O'rgimchak odam yangi kun filmi orqali o'zlarining gadjetlarini reklama qilishlarini ko'rsatib ketdi. Rejissyor Kasra Farahani suratga olgan ushbu videorolikda Peter Parkerning xonasi va qahramonning sarguzashtlari ko'rsatilib ketib, Samsung Fold qurilmalari hamda Galaxy Watch soatlari hikoyaning bir tabiiy qismi sifatida ko'rsatib ketilgan rolikni ko'rishni tavsiya qilaman. O'tgan hafta Ipoteka bankning birinchi yarim yillik natijalarini aytib o'tgandik. Bu hafta ham TBC Bank o'zining birinchi yarim yildagi foydasini e'lon qildi va ular ham rekord foyda, ya'ni o'tgan yilga nisbatan sof foyda 185% ga oshganligini e'lon qilishdi. 2026-yilning birinchi yarmida sof foyda o'sha 185% ga oshib 288.1 milliard so'mga yetganligini TBC Bank e'lon qildi. Tabiiyki, o'sha bank fintech bozori, banklar bozori O'zbekistonda keskin ravishda o'sib boryapti va banklarning bunday natijalarni ko'rsatishi bu tabiiy holat deb hisoblayman. 20-26 iyul haftaligida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklar asosan shulardan iborat. Albatta, ushbu yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib turishni istasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib o'ting va bundan buyog'iga o'zi qanday turdagi kontentlarni yaratishimizni istasangiz, kommentariyda ushbu so'rovlarni yozib yuborsangiz bo'ladi. Rahmat.